Bismillahirrahmanirrahim. Sura Zalzala. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. İza zulzilatil ardu zilzalaha. Zamin qattiq tavritilganda, Wa akhrajatil ardu athqalaha. zamin qo'ynidagi yuklarini, ya'ni madallar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, Wa qala al insanu ma laha. inson, ya'ni kofir, uningga, ya'ni zaminga nima bo'ldi deganda, Yawma idin tuhaddithu akhbaraha. bu kunda zamin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Anna rabbaka awha laha. Uning ma'lum qilishi Parvardigorining uni shundoq qilishga amr qilganligidandir. Yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun to'p bo'lib tarilib ketadi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazo